Assalomu alaykum. Mana bu yana menda soat 7larda mehr solib, hamma tuz, un, suv, ozgina bir chimdim shakar solib xamirilab qo'yuvdim. Bir cho'mich yog'. Yaxshigina oshibdi. Endi buni mana bundaqa qilib yeydigan layfhak qilib non qilyapmiz. Qarangda. Bu yasalgani, endi yasab ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Qandaysizlar mehribonlarim, obunachilarim? Negativ yozmang. Qo'lim yog' mana. Mana shunday qilib, har kuni bir xil qilib o'tirmay, har doim shunday shakl berib turib keyin chekkich ursangiz, juda chiroyli chiqar ekan. Bu ham bir ideyami, nima desak ekan, bir qiziqishmi? Ana endi chekkishda urib chiqamiz. Mana. Har bir to'rtburchakning ichiga urasiz. Yeganlarga osh bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.